Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana shu qadvorlarni qo'yib to'llardan chiqib olgan joyimizga bitta bosdik bugun. Xudo xolasa bittadan polniy aviatsiyalarini boshlaymiz. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar kranni olib kelib darvozaxonani bu tomonni quymagan edik. Shu mashina kirib olish uchun. Endi bittadan xudo xolasa yerlardan betonni qo'yib filtrlarda shu рабочий yetkazib berildi. Shu armaturasi qalin ekan. Shunga ko'rayotgan bo'lsanglar hozir armaturalari mana 18 lik rossiyskiy armaturalarda ekan. Endi shuni ma'qul topishdi egalari. Buni olib kelib bosib mana 11 dona filta tushdi. 1 million resmatan 200 mingdan 300 ming uchun shunaqa bir donasini olib kelib uzunligi 6 metr olib bosib berishi bilan shu kran xizmati bilan filtalar bosib oldik. Aziz obunachilar, mana filta aviatsiyalar qilib armaturalarni mana filtaga полный связка qilib daira o'zi filtani aviatsiyalarini boshladik. Mana ustalar o'zi rastvor tayyorlayapti. Mishalkalarda tayyorlab doğrusa filta aviatsiyalarda imkoni boricha shu полный armaturaga связка qilib baylab ketish kerak. Filtani shimlarini mana hamma yerda baylab ketilgan. Chiroyli qilib doğrusa bu tomoni magazin, bu tomoni uy bo'ladi. Ikkinchi etaj полный ochiq ishlab chiqarish yabonataga moslanadi. Aziz obunachilar, o'zi polni filta aviatsiyalarni qildik. Mana qo'yib kelyapmiz. Ozgina joy qoldi. Mana filtalar o'zi qo'yib tayyorlashyapti. Bitta like bosib qo'yinglar. Mana to'rlarni qo'yib filtalarni bosib oldik. Bloylarda gazobloylar urish narxlari 6000 so'm bo'lyapti hozirgi kunda va uni olib kelishini 15 mingdan olinibdi. Kafelkiligi ichida olinibdi. Shu bu manzil Andijon viloyati Izbosganda Paytog'dan bo'lgan narx-navolar shu paytadan 15 ming so'mdan buni olib kelib kafelkiliklari bilan olib kelindi. Xudo xolasa Terizorada buni ham bitkazamiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar bu tomoni uy bo'ladi. Oldi kirish hol, ikki tomonda uy, pechxona va bu tomon magazin bo'ladi. Bunimiz 15 metrlik bunaqasiga ichidan ichigacha 15 metr va u tomonda 3,5 metr darvozaxonasi bor. Ega ham betonlar qo'yib qo'yamiz. Xudo xolasa mana shu yerda urib sismalarni qo'yib tugatamiz. Bu yer xudo xolasa ekitaj bo'ladi deb turibmiz. Ekitaj bo'ladi. Mana gazobloylarni urib, xudo chiroyli qilyapmiz. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Noldan boshlab polniy uy quramiz. Beton quyish, g'ish urish, shuva, steyashka, sisma kolonnalar, shunaqa qurilishga oid xizmatlar qilamiz. Hamma instrumentlarimiz bor. Mishalka va apalovka noldan boshlab kerak bo'ladigan jamiki instrumentlarimiz bor. Faqat shu leysadan tashqari apalovkalar, mishalka, arava, ketmon, lopatka, bolgarka degandek hamma instrumentlarimiz bor. İşlerimiz yoqayotgan bo'lsa, bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Qanaqadir savollar bo'lsa ham bemalol murojaat qilaverasizlar. Qo'ldan kelgancha albatta yordam berib shu tushunmagan joylarni tushuntirishga harakat qilamiz. Mana bu tomonimiz ham ko'rayotgan bo'lsanglar, bu filtaga tenglab oldik. Mana filta bilan teng. Endi buni pol bo'ladigan bo'ldi. To'sinda tashab qilinadi. To'sin tashab pol qaqiladi. Pol uchun mana ko'rayotgan bo'lsanglar, havo aylanadigan qilib qo'yganmiz. Turbalar qo'yib ketganmiz. Xonalardan bir-biriga ham o'tadi, keyin tashqariga ham chiqadigan, havo aylanadigan qilib polga qo'ydik. Ertadan keyin chirib ketmash uchun pollarni. Kanaldan yiroqlashmanglar, like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.